Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi yana bir mebelimiz ustropa jarayoni tugadi. Ushbu mebelni Dang'ara tumani Mulkobod mahallasiga ustropa qildik. MDF holatda bo'lgan. Fasadimiz balandligi 2.35. Granit holatda bo'lgan o'rtalari paganometri 2.8 million so'm, общий holatda 15,5 million so'mga mebelimiz tayyor bo'ldi. Bu yoqda haladen tepalari ham ikki kun oldin qo'yib ketdi, ichi chiqib qolib ketdi. Bu yoqqa kir mashina tepalarida ham polgalari ikkitadan. Burchagimiz mo'ka uyda egasidan bo'ldi. Uyga suv yetkazib qo'yilgan. Boshqangilar ichkasini hozir gazi olib kelish bo'lgancha defekt chiqib qolib, uni alishtiradigan bo'lib qolish qo'yilmadi hozir. Ichkani tepasi, ichki shortlari bor. Ichki ham hozir 90 santimetrlik gaz ichga bo'lgan. Bu yoqqa final bo'lgan polkalari bor. Pastiga kattaronasi solish uchun tepasini polkasini 2 ta qilganmiz, 3 qator olgan. Pastiga bitta qo'ygan. Vakuum holatda bunaqa tillalik qimmat uchkalardan qo'yilgan. Pedinchilar qo'yib qo'yildi. Alyuminiylari qo'yilgan, stiklariga, ularga qo'yilgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqa chiqarasizlar.